Siz kız dostu ba? Vay hatta siz tık birlikte oturup tamak mı yiyiştiniz mi? O kızlar kimken? İsmi Nergize. Nergize? Adam maşında. Dönsün olsa gep düşürüyor. Şundan. Ben bu konu motorunu binip yürüyüvermey. Mukum bir ayet işlep, utıfık, maşını birine alıp ayakının peşini sürüp yaşayın. He, eli kız bana maşinasını selip şermişe çögleydi ağıma. Onu mu sanıver, sizi mi sanıver? Ha, asli müşe şükende. Sizde işxana xizmeti qilsin, qo'shimcha boshqaruvchilik xizmatini qilsin deydi. Nari yoqdisam shu zo'lab boramizlar. Ay, nemiş davomli direktor degan yerdan chiqmaysiz? Nemiş o'rnim bilan qarshilaysiz? Nargiza nim dedi. Nimdetime bala. Ben o kızlarını yaktırmayım. Şununla kendine edem sap koydum. Bana bombattı mı? Ava Nargizaning aqli sapqoga shpionimni taqib qo'y. Degandan boshlab sen o'zing tutyapsan. Mening oldim kuchrab qolsa, tug'ilg'iga pushaymon qilur edim. Adam geldi. İbrahim ben siz ne çıkarttım deyme dokunum kevamang da. Bu nimda meni ko'rsangiz bu chiroyingizni turib qopqingizni ochmaysiz. O'zingiz bilarsiz nima ish qilganingizni. Men nim qilim sizga? Do'kondan chiqasiz chiroyim ochildi meniki darhol chiqdim. Siz bu do'kon tursangiz men nega borman? Lay basınız bormamsiz mening nimkorim bor. Ya qarangimda tamoq yeb keldi. Vaqtim yo'q. Siz bu do'kondan haydayversangiz taloq chiqsam tish ishi qarang. Optab bitib kutyapman. Chigo o'yinim bordan olmasini. Uytilib kelsam qanday qilaman? Yutilib kelsangiz doktorxonaga berib 7 ming dardingizni to'kib bermay do'kondan chiqasingizlar bo'ldi. Menga to'la qo'pol tegivermang. Juma qo'sqam ichib ketdi, mening ma do'konimda pulga narsa yeysamg'o bo'la. Yeysangiz yeb nimni yeysangiz bir chiqiting ha. Qanaqa? Yeydigan suyas balkim ichilib ketadi. Yemsiz? Nima qilay? Bo'lgan bo'lsangiz teshik chiqib yamadigan do'kon. Su. Biroz ichamsan, o'zim mehmon qilaman. Oya. Siz do'kondan chiqishdan davatimi? Do'kondan chiqasanmi bo'ladi? Nargiza, do'kon taqsingiz, siz sira chiqib qarangchi. Nimni paranlashimiz? Rifat, ben onun bilan yurishda oldim, siz bilarsiz. Anladingmi? Ha? Men do'kondan bir kuni necha pul savdo bo'lganini bilamsan? Bir kuni 5-6 ming qo'y savdo bo'ldi, ishkini taqab teshig'i chiqtaman sen bilan. Ishchimi qilaversan? Chiqa adaj do'kondan. Ya men gap qilyapman, chiqa adaj. Nargiza, biz eng yaxshi sira chiqib qarangchi. Rifat biz deyishgidek gap qolmadi. Ben avaçlık tepemey derhal ketansiz uyunuzga.
Rifat qo'lim qo'yuvding dedim. Men hech qachon tutgan qo'limni qo'yib boqmagan. Rifat. Nima qilyapsiz? Opa. Nimani qizim so'rab yursiz? Mening Nargiza deydigan ozroq gapim bor. Siz kim o? Ha? Mening ismim Rifat acha. Rifat? Ha, meni qizimni olib chiqib, shu oz kelib, taqma tukkan kelib meni bolamni so'rab yuratamsiz? Nomusni bilamsiz, bilmamsiz? Acha, ishlarni siz xato tushunib qoldingiz. Nargiza ishkalarning bir-birimizga ozroq ko'ngli bor. Lekin ishkalarni o'tirsiq bir so'g'oqchilik savatida. Men bugun bu ishlarni oydinlashtiryapman. Shu Nargiza ishkalarga yarim soat vaqt bergan bo'lsangiz. Rifat, ishkimizni orsiz deyish kerak, hech qanday gap yo'q, tezda uyingizga qaytib. Nargiza. To'xta. Bunday ki meni qizimni ikkinchi izlikchi bo'lmang. Bo'lmasa men siz bilan boshqacha ish solishman. Men buni ma'qul demayman acha. Men yana kelaman Nargiza. Men qara. Ma'qul bilan yana ikkinchi izlikchidan bo'lsang, aputqidan chiqildimi? Imron degandimi? Oldingmi? Quruq ko'lga qarab o'tirib zirikmadingizmi? Ya. Acaba yiningizda mendek chiroyli qiz oldin bir so'tdasa, zerikishli tez qotamsiz? Men pek zirikib ketdim. Prayaga borib kelsa qanday? Ma'qul. Nega bormiz? Ketib yugurib naqsh o'qib kelayli. Ikkimizlanmi? Boshqalarni chaqirsak daxli qildik. Ikkimiz borib kelmandoq. Ma'qul. Berib kelaylik. Voy Shayda. Ha. Men siz bilan qachon ko'rishman? Ha, ma'qul. Qishingiz uchiblar maraya. Mening ishim chiqib qoldi, boshqa kuni boraylik-ku. Ha? Bu Tozim bir suyuq balkina bu. Men nima xizmat qilaman? Sexda ishlab chiqarish bo'limida ishlaysiz. Ha, asosligi nima xizmat? Asosligi buzilgan uskunlarni yasash bilan shirkatning ichki qismidagi materiallarni yetkazish xizmatini qilasiz. Ha, ma'qul. Undaq biz to'xtamni imzo qo'yib o'tamsiz. Bo'ldi. İşten tushadigan vaqtingiz bo'lib qolibdi, tomoq yeb kelmamdoq. Heyli qizol bilan tomoq yeng. Bugun siz bilan ishga ko'nglim tortyapti. Bugun uyda boshqa ishim bor-da, meni uyga olib qo'ying undaq bo'lsa. Tomoqni keyinchi bir ay kun yeymiz. Ha, ma'qul bo'ldi. Jo'raymisan? Hey, Qanday yine yaxshimi? yaxshi. Bu nimanda yo'qolib ketib ketsam, asli miyag mukini olib ekansan-da. Shirkatingga xizmatga taklif qilib qo'yib, o'zing yo'q degina ag'ina. Qaysi kun shayda chataq yo'q degandikan, men aralashmadim-ku. Ha, naymaninglar. Shaydani uyga olib qo'yam kedib mangandim. Pah. Voy, nimanda romantiksizlar. Mana oltin uzukka yoqut ko'z deganmish shu. Guli kapsizlar emasmi? Ma, meni mashinamni haydab olib qo'yadash. Bo'ldi, motoda barlichu. Dikkida turmushni qag'in o'zing bilsan-ku ag'ina. Gela. Shayda yuztuvan qiz, anda bezan qilib qilsa olmaydimi? Eng yaxshisi mashina olib qo'y. Ma'qul adash, rahmat. Sen moto minib turar bugun. Ma'qul. Juring Shayda. Ma'qul adasham sen.
Ha, yine hemen geldim. Ha? İşten çıktın mı? Ha, hazır bir kaldım. Mandaqqa yashadash. Imron degan Go'ynovalisi o'g'irlikchi Qashqarga kira qiladi ekan. Ha. Fursat biz keldi. Sen hozir qaytib berib, tayyorni obdan qilib, shosh og'inangni uchun tepib qara. At ana mashinasi o'tirib yag'onlardan kira qilib Qashqarga borsa. Maqsad mashinadagi telefonni elash. Tushundingmi? Ha, tushundim. Shosh og'inangni uchun topadash. Bika ishdan sirg'ash chiqmasa. Xotirjam bilaman kim o? Nasıl ben yürüyeyim? Men turib qo'ya. Oy, bayvachcha mashina qina. Ha, Dilyar shaydan aylantirib, apirib qo'yay degan. Shung ba'da madash. Men muhabbet topsam bir turib kelsan-da. Ay, chataq yo'q. Senin bexatarliging uchun qalpaqni men kiy. Yo, ha. O'zing kiyamsiz-ya? Ha, ishxonda ba, men avvalay. Ismon ish qilib, bika qodi qo'ymabdi-ku seni, ha? Mashinadek rahat emasmi bu? Yaxshimsiz? Nima bo'lyapsiz? Men shuncha qo'rqinchlikanman. Rifat, men sizni necha qatim dedim, do'kon kelmang-da. Sizni ko'rsam bearam bo'lmay bilmamsiz? Uning ustiga qarang, men siz o'ylagandek uncha yaxshi qiz emas. Buni-chi qarang, gul-guli keldi deymiz. Biri yaxshi, biri yomon. Men sizning yomonligingizni tirishib yaxshi qilib olsam, mening yaxshiligimni tirishib yomon qilmay demisingiz bo'lgan, ha? Ikkimiz uchun mos kelmaymiz. Siz degan kelgusidan qodir bo'ldigan odam, men degan odatdagi bir do'kondor qiz. Shuning uchun bunda ham xayollaringizni qo'yib, eng yaxshi o'zingizning ishni qilib tushirsangiz bo'ladiki. Mencho, unda beli bo'sh yigitlarda emas. Men sizni opingizni qoyil qilib, sizni ma do'kondan qutuldirib olsam bo'g'im, ha? Quruq gapangizni qo'yib chiqding, ha? Bikam qo'shni qo'limdan ko'rib qolsa, gap qoldi menga. Ma'qul. Uni qaysi taraf qo'ydinglar? Oyoqda. Bu unlar uzoq qopqi. Siz otamsiz ya uyga kirib lag'ma aytib yotamsiz? Bu ularni bag'o taraq o'zimning pulni sanab olgan bo'lgan ekan. Yemdim, satamdim yoki tomoq etib qo'shnimga akirib beramdim, o'zimning ishidan, ha? Qaringiz bo'lmasin. Ya shu tugab qolsa balloq deb akeldirib beray degan boshqa maqsad yo'q. Ha, menda deb qo'ying. Bu qizil olmaning o'nlarida bag'o siz ata-ata akab bermisingizmi? Ha, akab. G'alaba. Avar bo'psiz. Qashqar mağamsa? Barman. Ekama mashinadan avvalni ko'rdim. Boshqa mashinaga bas o'xshamaydi. Beralsang barman. Qo'li chataq yo'q. Chiq. Vallahi menlar. Ya xapamay past o'ttasang o'ptika. Mashinang 5 kishisiku. Ya 5 kishiliga 5 kishilik aya o'ttasang bo'lmay past tushib o'tira. Mashinang satamsan. Quvvoscho 5ingda o'tiraman. Ma'am yo'q. Imron ochgan bu. Menda hunarlarim bor deb qo'y. Turmush sal qiyinchilik qilibdi. Naymanglar, menim chiqirib olamsiz-ya. Pulni uchun malaqaran chiqira qo'ydim. Adash, mashinasi 5 kishilik. Ha, shundami ya? Ey, malaning hammasi sening tikoringligina. Chiroyli og'zing bo'lgandikan, demamsa o'ri yo'q deb. Bir chiroyli yaqqos qopqin turibmi edi? Ochiqlan juma Imron. Va yurkin zaiflashib qoldi. Ha? Qadi, sen necha kun tursizlar? Aqsuqchani 4-5 kun cho'glab keldi deb o'ylashyapmiz. Ya adash,
Urumchiga boramiz. Va chata yo'q, nega desang shu yerga ketdik. Unda havas var men İmrandan sayat aqire, meni xotiram xotirlab qo'y. Mening mehmon qilg'ini bo'lib qolsin. Yangzang bor adash. Chata yo'q. Ya men boramaydigan bo'lib qoldim, chiqib ketinglar mashinadan. Abay mağma degan tungu. Zıxlab o'tmay ya. Shayga bormiz shundami? Ha. Aklar telefonini men saqlab qo'yay. Ya sana beray ya. Alash, telefonni sen yaxshi saqla. Bo'lmasa Nargiza bilan ishkellarning hikoyasini boshqalar ko'ra qoldi. Ha Imron? Ha qilay. Mashinangni may bordi. Shayga, ha? O't oldirib beraymi ya? Aldırmay eydəsə. Çınırak oturanglar. Hadi başla.